Qizlar, ko'cha shunaqa issiq, lekin bir balo qilib hamma joyini yig'ishtirdim, supurdim, tapchani полностью yuvdim. Надеюсь, kechgacha quriydi. Ko'rpa-chachalarini shunday osib qo'ydim, чтобы oftobchadan bular yaxshiroq bo'lsin. Ko'cha shunaqa issiq. Men terladim, lekin bu sochlarim ter emas. Bu sochlarim mana kokosovое масло, eslarga bo'lsa, Uzum marketdan olgandim. Вот, kapsula qilganman, lekin hech balo bo'lmaydi. Buni hozir yuvganimdan keyin Fabao sivrtkasini qilaman. Sochchalarim qaranglar. Mana mana shu joylarim unaqada problema, maylama hammada shu. Чтобы kal bilmasdan oldinini olish kerak. Вот. Kapsulaga hech qanaqa mishat bermaydi. Shu dafar kapsulani zo'r qilganlar. U dafar birinchi marta ozgina og'ir edi, kapsulalar katta edi. Og'irlik qilganlar, hech qanaqa prichoska qilib bo'lmagandim. No, shu dafar zo'r prichoska ham qilyapman, hamma narsa qilyapman va shu zo'r. Keyin Rossiyada bo'lgan paytim sizlar bilan bitta temani gapirgandik, hijob haqida va aytgandim, что menda kitob bor. Hijob kiyishdan oldin hamma qizlarga shu kitobni tavsiya qilaman. Lekin menda bu na ruskom языке, rus tilida, o'zbek tilida ham bo'lsa kerak, bilmadim. Вот bu yerda suralarim o'qiyman. Вот и mana. В общем-то mana shunaqa rus tilida, в общем, bu kitob nima haqida? Bu kitob hijob kiyasizlarmi, hijob kiymaysizlarmi? Har bitta musulmonga, to есть ayollarning vazifa, farzlari, qanaqa bo'lishlari kerak, qanaqa o'zlarini tutishlari kerak. Mana shu haqida juda ham zo'r kitob. Men o'ylaymanki, har bitta hijob kiyishdan oldin qizlar o'qish kerak, чтобы nimaga tayyor bo'lish kerak. Потому что hijob kiygan qizlardan ответственность ko'proq. Aslida bu narsalarni har bitta musulmon qiz qilish kerak. Ichida xudo bor inson. Lekin уже hijob kiygandan keyin уже u полностью qanaqadir o'zini ommaga aytadiki, что men xudoga yaqin insonman deb aytadi-da. По-моему, to'g'ri o'zbek tilida gapirib bilmayman, o'zimni fikrlarimni aytib bilmayman. Shuning uchun не обессудьте. Вот, shunaqa. Agar kimga qiziq bo'lsa, kim hijobga kirmoqchi, lekin katta mas'uliyat deb biladi, что mana bu kitobni o'qib, nima uni kutmoqda, qanaqa narsalar, nima вообще bo'lishi kerakligini mana shu kitobdan bilishi mumkin.